Bormasdan qabul bo'lgan haj. Biz tijorat bilan turli mamlakatlarda bo'lamiz. Uyda kam turamiz. Shuning uchun ham atrofdagi odamlar bilan tez bordi keldi qila olmaymiz. Bu safar Abdulloh uyga kelgach, savdo ishlarini menga topshirib, o'zi hajga ketishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. U hajga boradigan bo'lsa, katta mablag' to'plardi. Ketish oldidan bir ehson qilib, safarda ham sadaqalar berardi. Makkada ham muhtojlarni esidan chiqarmasdi. Bir kuni uning o'g'li Abdurahmon yig'lab kelib qoldi. Sababini so'ragan otasiga, qo'shnimiz qozonida go'sht qaynayotgan ekan, menga bermadi. Shunga izza bo'ldim dedi. Abdulloh taajjublanib qo'shninikiga chiqib ketdi. Qo'shnimiz beva bir ayol edi. Abdulloh eshikni taqillatdi. Men devor osha qarab turdim. Ayol eshikni ochgach, uyalib savol berdi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? deya alik oldi Abdulloh. Keyin qalblarni o'rtaydigan suhbat bo'ldi. Sizni musulmon deb bilaman. Mehribonligingiz farzandlaringizning tarbiyasida seziladi. Ammo bir anglashilmovchilik bo'lganga o'xshaydi. O'g'lim qiziq gap aytib chiqdi. Bolalaringiz bilan o'ynagani kirganida go'sht qaynatayotgan ekansiz. Ne sababki o'g'limga bermasdan uyga qaytarib yuboribsiz? Ming bor uzr. O'g'lingizni qattiq ranjitdim. Ammo besabab dilozorlik qilmayman. Erim vafot etganidan keyin qiynalib qoldik. Bilasiz, ilgari pulga muhtojlik sezmaganmiz. Qo'shnilarga bildirmay uydagi narsalarni sotdim. Qo'lga ilinadigan biror nima qolmagach, 3 kun och qoldik. Men ish qidirib topa olmadim. Yaqin atrofdagi jarlik oldidan tush payti o'tayotsam, bir katta buqa harom bo'lib yotgan ekan. Qosh qorayganda bir bo'lak kesib keldim. Erta tonggacha pishira olmay o'ylab o'tirdim. Bolalarimning nolasi yuragimni ezgach, qozonga soldim. Tushgacha qaynaydi. Abdurahmon bolalarim bilan o'ynayotgandi. Ular tez qozon oldiga kelib, ovqat qachon pishishini so'rashardi. Oxiri tayyor bo'lgach, o'g'lingizga javob berib yubordim. Chunki bizga u go'sht halol, farzandingizga esa harom bo'ladi. Sizni noto'g'ri tushunibman. Shundoq yon qo'shnim muhtojligini bilmagan odamni kechiring. Men hozir. U qaytib chiqdi-da, hajga yiqqan pullarining hammasini ayolning oldiga olib keldi. Unga, siz muhtoj bo'la turib, men hajga borsam, ibodatim maqbul bo'lmaydi, deya pullarni unga berdi. Ayol qo'llari qaltirab, uzoq duo qildi. Sadaqa bergan pullaringiz har safar 2 baravar bo'lib to'lib qolaversin. Allohim sizni do'zaxiga tushirmasin. Abdulloh uyga kelgach, kechki taomni yemadi. Tong otguncha yig'lab chiqdi. Yig'i aralash qo'shnisining holidan bexabar men g'ofilni kechir Allohim derdi. Men ham uxlolmay chiqdim. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, hojilar qayta boshladi. Ular bir to'p bo'lib Abdullohnikiga keldi. Birin-ketin tabriklab ketdi. Ustoz, hajingiz qabul bo'lsin. Ustoz, ibodatlar qabul bo'lsin. Hazrat, nega biz bilan birga kelmadingiz? Qanday qilib bizdan oldin kelishga ulgurdingiz? Shu kabi savollar, anglashilmovchiliklar bo'la boshladi. Tabiiyki biz taajjubda edik. Abdulloh ularga hajga bormaganini takror aytdi. Shunda bir keksaroq qo'shnimiz so'z qotdi. Ey Abu Abdurahmon, siz bilan biz bir safda haj qildik. Sizning rostgo'ylardan ekaningizni bilamiz. Ammo nega bu safar yolg'on gapirayotganingizni tushunmayapmiz. Shunda Abdulloh ularga o'sha voqeani aytib berdi. Keyin ko'rgan tushini ham so'zladi. Qo'shniga hajga yiqqan pulimni berganimdan keyin tush ko'rdim. Tushimda bir nido qiluvchi, muborak bo'lsin, hajingiz qabul bo'ldi dedi. Hozir sizlarning so'zlaringizni oxirgacha eshitganimdan keyin Alloh taoloning qudrati oldida ojizligimni yana bir bor his qilib, marhamatini so'zlab berishdan o'zga choram qolmadi. Shu qo'shnimning barakasi va duosidan bunday ishlar bo'ldi. Unga Xoliq zot 2 dunyo saodatini nasib etsin. Qani, ichkariga kiringlar. Mehmonim bo'linglar. Sizlarning duolaringiz biz uchun g'animat.
O'sha kuni go'zal suhbat bo'ldi. Hojilar xursand bo'lib uylariga tarqaldi. Biz bo'lgan ishlardan hamon qattiq ta'sirda edik. Shu kundan boshlab savdo ishlarimiz juda ham avj oldi. Pullar aqlni shoshiradigan darajada oqib kela boshladi.